Ana ul hayatının mənbəsi, kainatның bezekçisi, turmuşның culası, mehir muhabbetinin en yüksek pəllisi. Ana o nurlu quyosh. Ana o мәңгі құрмас bulak. Ana o bir azim daryo. Ana o gül çiçeklik bahar pasli. Ana o xasiyetlik uva. Biz aşu nurani quyoshdan nurlandik. Biz aşu zamzam bulaqdan o'chumlab suv ichdik. Biz aşu süzük daryoda yuyundik. Biz aşu xushpuroqli gullardan huzurlandik. Biz aşu illiq uvida qanotlandik. Biz aslida yo'q edik. Ular bizni ixtiro qildi. Biz aslida jonsiz edik. Ular bizga jon ato qildi. Biz aslida gap qilolmaydik, ma'olmaydik. Ular bizga gap qilishni, mengishni, hatto hikmatlik dunyo ustida tafakkur qilishni o'rgatdi. Biz inga deb dunyoga ko'z ochganimizda tunji ko'rgan kishimiz ana shu ona. Bizni xosiyat qalqaldirib qilib, eg'izimizga tunji hayotlik sharafini temitgan kishimi ana shu ona. Bizni erkiletib chehrimizga kulki va zinoq, yurakimizda o't va muhabbat paydo qilgan kishimi dal shu ona. To'g'ri. Bizning tunji ko'rgan kishimizmi ana. Tunji o'rgangan so'zimizmi ana. Ana. Ana biz uchun kulishkimi, o'lishkimi tayyor. Bizning tenimizdagi va ruhimizdagi har bir o'zgarish analarning ijodi. Mening bolam cho'ng bo'ldi. Qara buning sho'xligiga. Qarmamdigan kirpiklar memancha uzun. Mana dadasiga bir narsa davatdi. Yuzga kuy surtib qo'yaylik. Yamanlarning ko'z tegmasin yana. Qarangsanlar, bolam uxlayapti. Bolamga ilib oldi. Bolamni deb yashayaptimi? Deganga o'xshash mana bu so'zlar dunyodagi barliq onalarning biz barliq bolalarga takror va takror aytgan muhabbatlik chin so'zlari emasmi? Buni az deb, garchi biz cho'ng bo'lib qolgan bo'lsaqmi, xizmat, o'g'inish, ko'ngil echish munosabati bilan uyga vaqtida qaytib kelamisak, bolam kirmaydi bu. Bira ishga yo'liqib qolganmidi? Tamoq yeganmidi deb ansirab, bizni uxlamay saqlab turdi. Ana. Ey, mehribon analar. Sizlar biz uchun nurg'un qurbonliklarni berdinglar. Chehranglardagi qo'riqlarni, chechinglardagi oqlarni, put va qo'linglardagi qadoqlarni sizlarga bu o'g'ri yillar emas. Aslida biz so'g'i qilgan ekanmiz. Biz balalar ba'zida ana, nemancha ushoq so'zib ketdingiz. Hozirgi davr sizlar yashagan davrga asla o'xshamaydi. Sizning deganingiz bo'yicha qilsam, boshqalar nima deb qoladi? deb fikringlarni bir-bir qilyapsiz. Hatto qiyirganda kichik baliq aylanib qoladi ekansizlar. Aralashmanglar biz yoshlarning ishiga deb siz qilyapsiz. Yana shu buyuk onalar hech qanday ochiqlanmasdan balam yaxshi bo'lsin dedim deb jim turib qoldi. O'z bolasining savalligini ko'zitib beradigan ona eng takammul ona. O'z bolasining tanlashiga, qiziqishiga yo'l qo'ygan ona eng madaniyatlik ona. O'z bolasiga moddiy maishatni da emas, ma'naviy qirg'oqlarni ko'zitib beradigan ona eng ulug' ona.